Cyril Gann ham yosh emas, 36 da. Yoshlar ham o'xshash, bunday olib qarasa, tengsagan bo'ladi. Bu yoshda ko'pchilik baribir sekin-sekin pasayish davrini boshdan o'tkazayotgan bo'ladi, lekin hozircha Pereira haqida unday deya olmaymiz. Pereira hali ham o'zini pik formasini saqlab qolyapti, qo'ya qolsa bo'ladi. Bu ham unga bo'lgan hurmatni albatta oshiradi. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. Brought to you by Crypto.com, the world's leading cryptocurrency platform. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Mike Bell, Derek Cleary, and Chris Lee. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. Now, this fight is 5 rounds for the interim UFC Heavyweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 13 wins, 2 losses, 1 no contest. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 248 pounds, fighting out of Paris, France, presenting the former interim UFC heavyweight champion and the #1 ranked heavyweight contender in the world, Cyril Introducing his opponent, fighting out of the red corner, a kickboxer holding a professional record, 13 wins, 3 losses. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 251 pounds, fighting out of Danbury, Connecticut, by way of Sao Paulo, Brazil. He is the former UFC middleweight champion and the former UFC light heavyweight champion, presenting the one, the only, Alex Poatan Pereira. Alohida mehr bilan tanishtirib o'tdi Bruce Buffer ham Alex Pereirani. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to keep it clean. Touch gloves. Bular ham teng ko'rib turganingizdek. Bizni ajoyib shou, ajoyib to'qnashuv kutyapti. Titanlar to'qnashuvi. Ajoyib formada, ajoyib o'sha atletizm bor. Bu vazn toifasi uchun albatta zo'r. Cyril Gannning holati ham. Va birinchi raund. High kick Pereiradan. Qo'llari bilan to'sib qoldi Gann. Low kick orqali javob qaytardi Cyril Gann. Cyril Gannda yaxshi boks bazasi ham bor. Stoykasidan ko'rinib turibdi. Texnika yaxshi. Texnika yaxshi. Va oyoqda ham ancha faol o'sha footwork ham bor. Pereira baribir iloji boricha unaqa ko'p ortiqcha kuch sarflamaslikka harakat qiladi. Pereira'ning baribir oyoq zarbalari ham xavfli, ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi bu vaziyatda. Boshqa zarbalari oyoq tomonidan berilsa, baribir kickbokschidan xavfli hujumlarni kutish mumkin. Proxaskani boshdan o'tgan bu voqea. Pereira bu vaznda yanada qo'rqinchli ko'rinyapti, to'g'risi. Ko'zimga qanaqadir vazn ortgandan keyin.
zarba ko'rish nimasi ko'proq Pereirada imkoniyatlari o'sha sezadi. Intuitsiya yaxshi. Sirilgandan endi mana yana bitta low kick. Ikkita sportchi ham baribir ehtiyotkorlik bilan harakat qilishyapti. Birinchi raund bo'lgan hisobiga. Oldinda 4 raund bor. O'rganib olish kerak bo'ladi sportchilar. Hozircha o'sha razvedka ishlari davom etyapti. Hech kim to'liq tavakkalga bormayapti. Alex hozir distansiyani ko'proq his qilishga harakat qilyapti. Mana harakatlardan ko'rib turibmiz, sezib turibmiz. Sal o'sha yaqinroq masofaga kelib olishga intilayotgandek, o'rta yoki yaqin masofaga. O'zini masofasini sezib olish kerak bo'ladi sportchi. Shuning uchun harakat qilyapti hozir Pereira. Birinchi darajada turadi, masofani his qilish. Har bitta sportchida o'zini masofasi bor, o'zini yaxshi his qiladigan. Shu boisdan hozir Alex Pereira shu vaziyatni o'ziga o'nglab olyapti va distansiyani yaxshi aniq zarbalar Cyril Gan tomonidan. Yaxshi oyoq zarbasi, high kick. Ochkolar bo'yicha menimcha birinchi raundda hozircha Gan oldinda. Oddiy o'sha jab va low kicklarni o'z bilan ham ancha ochko to'plab oldi. Yana mana bitta low kick. Alex baribir o'zini vaziyatini kutyapti. O chap qo'ldagi zarba tegdi Cyril Gandan. Alexda shu boshni ko'tarib turishlik sal xatosi bor. To'g'ri, yaxshiroq sezasiz, lekin baribir daydi udar tegib qolsa, baribir og'ir vaznda bu qimmatga tushishi mumkin. O'sha korpus bilan o'sha bosh bilan ishlash holatlari kam, chindan ham qotib turadi Pereira. Chunki o'sha zarbani ko'tara olishi ham yaxshi. Pereirani oxirgi marotaba adashmasam Adesanya uni nokautga uchratgan edi. Kutilmagan o'sha siz aytganingizdek zarbani o'tkazib borganda o'shanda Adesanya bilan bo'lgan, chindan ham. Faqat bir marotabagina nokaut qilishgan Pereirani shu paytgacha. O'shanda baribir vazn tushirish holati yuz bergan, baribir imkoniyatlar pastga tushadi. Shu boisda mag'lubiyat ham o'shanga sabab bo'ldi deb bilaman. Endi bu yerga mana o'sha zarba masofasini kutdi va birinchi zarbada u yaxshi aniq zarbaga ega bo'ldi. Mana shunday lahzani uzoq kutdik, lekin biz ham, ya'ni Pereira qachon faollashar ekan, qachon zarba berishni boshlar ekan deb endi topib oldi menimcha o'sha masofani siz aytganingizdek. Ikkinchi raundda sal faollashsa kerak, lekin birinchi raund katta ehtimol Cyril Gan hisobiga yoziladi. Ko'proq u zarbalar berdi, ko'proq faollik ko'rsatdi. Já começou a ficar lento. Pegou ele ali, ele já começou a ficar lento. É essa pressão aí sem tomar esse golpe. Ele tá entrando muito no golpe. Já. Às vezes anda um pouquinho para a esquerda. Tá? Só para não dar no lado direto. Tá lindo. Tá lindo. No canhoto, anda para a esquerda para você sair do golpe do direto dele, entendeu? Para você entrar com direto ali. E vamos machucar todo Ikkinchi raundda endi aktiv holatlarni kutamiz. Ikkita sportchidan, ayniqsa Pereiradan, nimaga deganda hozir oxirgi vaziyatda u o'zini zarbasini sezib oldi, masofasini deb o'ylayman. Endi bu yerga baribir zarbalar berishi kerak. O'zaro hurmat ham bor, lekin Cyril Gan Pereiraga o'sha jangdan oldingi matbuot anjumanida ham hurmat bilan yondashdi. Xokkeyning qizig'i umuman bu jangda o'sha biroz oldin jang qilgan, mana shu divizion vakili ko'proq hurmatsizlik qildi.
Lekin Gan hurmat bilan yondashdi. Hozir yaxshi mana oyoq zarbasi yana Pereiradan. Juda xavfli uning mana shu haykiklar ikkilik zarbasi bilan Gan javob qaytardi. Klinch. Endi parterga olib o'tish. Mana qanday zarba! Va nokaut bo'lishi mumkin, lekin hozircha Pereira hushida, yo'qotganicha yo'q. Tirsaklar bilan zarbalar. Cyril Gan tirsak bilan zarbalar berishda davom etyapti va boshning orqa qismiga ham bo'lyapti. To'g'ri ayrim zarbalar, biroq qo'yil Pereira turdi o'rnida. Zarbalar o'tkazib yuboryapti. Va hali to'liq o'sha knockdown holatidan chiqib ketmagan bo'lishi mumkin, lekin qoyil qoldim. To'g'risi men nokaut bo'ldi deb o'ylagandim. Og'ir zarbalar, og'ir. Va tirsak bilan yana zarbalar. Gan davom etyapti o'sha qonisini olgan, hozir yirtqichga aylandi. Chidayapti Pereira bardosh bilan, biroq hali to'liq o'ziga kelishiga imkon bermayapti. Cyril Gan bo'ldi. O'zini himoya qila olmadi Pereira va Cyril Gan kamar sohibiga aylanmoqda. O'sha zarbadan keyin o'ziga kelishiga imkon bermadi Cyril Gan, zarbalar seriyasini to'xtatmadi. Pereirani to'g'risi bunaqa holatda men umuman ko'rmagandim. Hatto Adesanya'ga yutqizganda bitta zarbadan keyin yiqilgandi. Bunaqangi ko'plab zarbalarni o'tkazib borganini eslay olmayman. Ankalayev bilan bo'lgan jangda ham bunchalik holatga tushmagandim. Og'ir vaznlarda shu bitta udar ko'p narsani hal qilib yuboradi va aytib o'tganimizdek, o'sha Alex Pereirada bitta xato bor deb birinchi raundning o'zida aytib o'tgandim. Mana shu boshini tikka turishi bu juda ham kechirib bo'lmas holat hisoblanadi, og'ir vaznlarda ayniqsa. O'sha head movement deyishadi ko'pchilik sport tilida. Bosh doim o'sha harakatda bo'lib tursa, chayqatib tursa, zarba tegishi ham qiyin. Hozir Hasan aka ko'rib hozir повтор takroriy holatlarda ham ko'rib o'tamiz. Bu oddiy jebda o'z vazn oldi mana. Oddiy jeb chindan ham. Bu yerda og'ir zarba bo'lgani yo'q. Faqatgina aniq zarba bo'ldi va nuqtasiga joyiga tushdi. Mana bu yoqqa Cyril Gan o'zini ishini davom ettirdi degan bo'ladi. Yaxshi. Shu yo'q, haqiqiy yirtqich rejimini yoqdi Gan. Yuzdan ham ko'rib turibsiz. Yaxshi. Pereira ko'ramiz, balki yana eski vaznga qaytar, lekin balki yana urinib ko'rar, revansh so'rar balki. Ko'pchilik kutgan edi o'sha tarixiy voqea bo'lishini, 3ta vaznda chempion, o'sha jangchi birinchisi o'sha Pereira bo'lishini. Biroq Cyril Ganning ham o'ziga yarasha motivatsiyasi bor, chunki u qachondan beri xohlaydi mana shu kamarni yutishni. Jon Jonsga yutqizgandan beri unda o'sha alam qolib ketgan, Aspinal bilan bo'lgan jang natijasi bekor qilinganda qancha jahli chiqdi, qancha asabiylashdi. Keyin Aspinal o'sha jarohatdan tuzalmagach qancha kutdi bu lahzalarni u. Shuning uchun uni ham o'ziga yarasha albatta yuqori motivatsiyasi bor edi bu kamarni yutish uchun. Albatta Alex Pereira meni nazrimda, o'ylashimda yana ham revansh so'rashi mumkin. Nimaga deganda, hali u o'z ishini boshlamagandi, ulgurmagandi. Bu faqatgina sportchiga tajriba berishi mumkin deb bilaman bunaqa holatlar. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute, 27 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO and new interim UFC heavyweight champion of the world, Cyril Bagamagan! Congratulations, sir.